ozgina qo'rqinchliroq boshlandi. Bu o'zi qiziqarli video. Shuning uchun qiziqarliroq boshlaymiz. Mahmudjon, Mahmud. Bugungi videomizda bu qo'q kallaka. Bu nega Minecraftda bor? Nega buning ismi Herobrine? Buni kim yaratgan? Bu qo'shtimning qizimi degan savollarga javob olamiz. Joylarga yaxshilab o'rnashib olib, yeb ichishga narsalar olib olinglar. Men videoni boshladim. Yo, what's up nigger? Yo, stop. Mening asosiy kanalimdagi bitta videoyimda bir bola kommentda 10-marta aytishingiz, biz nigger emasmiz deb komment yozib qoldiribdi. Salomlashga ozgina o'zgartirish kiritmasak bo'lmaydi menimcha. Hello. Yo, what's up oppoqlar? Bugun sizlar bilan mana bu erkak yoki ayolligini aniqlaymiz. Yoki bu amalnicho. Va yana bir yangilik. Shu kanalimizda hali hech qancha video bo'lmay turib 1000 ta obunachi yig'ildi. Buni biz nishonlashimiz kerak. 5 minutdan so'ng. Yo, bu nishonlash yemadi. Qarochi, bir boshdan boshlasak. Bundan bir necha yil oldin Yo, adashib ketdim. Bu kal nima uchun bu yerda turibdi deysizmi? Agarda shu kal bo'lmaganda sizlar meni ko'rmagan bo'lardinglar. Hayotgancha bu mening dadam emas. 1979-yil. Ko'rgan men bu yilni eslab o'tmadim. Aynan shu yilda mana shu kal tug'ilgan. Bu kal Notch nomi bilan Minecraftda mashhur bo'lgan inson. Bu kalning Minecraftdagi skini mana bu. Ko'rib turganinglar deb buni ko'plab bomish deb o'ylaydi. Ammo shu bomish Minecraftni yaratgan desam nima deysizlar? Yipsan shu gapingga. Kimni loq qilyapsan? Minecraftni meni pochcham yaratgan. Jimgina ko'r gijja. Qayerda to'xtagan edik? Qaytgancha 1979-yil deganimda sizlar mana buni tushunmaylar. Bizga yordam kuchlar kerak. Qo'limdan qon ketyapti, yordam. Meni kiyimim qayerda? Musulib tushdi, bo'ldi. Shundan qon oqyapti, yordam. Bu paytlar ham oddiy kunlar bo'lgan. Bola, eslatib o'taman. 1979-yilda Minecraft yaratilmagan. Bu payt Minecraft yaratuvchisi tug'ilgan. Endi tug'ilganda roddomda Minecraft yaratmaydi-yu. Minecraft esa ilk bor 2011-yilda dunyo yuzini ko'radi. Mening bir YouTube kanali bor do'stim Telegramdan yozib qoldi. Bro, yordamingiz kerak. Men yangi kanal ochdim. Bir ikki qilish kerak. Okay, bu mening do'stimligi uchun men nima dedim? Albatta, stop, adashib ketdim. Albatta, ha dedim. Eski kanallarini sotgan ekanlar, yangi kanal ochibdilar. Endi barcha eng zo'r kontentlar shu kanalda chiqariladi. Sizroq o'tib obuna bo'lib qo'ying. Kanalga kirish esa opisiyaniyada turibdi va kommentda. Kommentga kirib kuk yozuvini bossangiz kanalga kirasiz. Hali kanalda hech qancha video va obunachi yo'q. Kelinglar ularga 1k dan ko'proq obunachi chiqib beramiz. Mana menda hali hech qancha video bo'lmay turib 1k dan ko'payib ketdi. Sizlarga ishonaman, bu kanalni ham 1k dan ko'paytiramiz. O'zimizni temaga qaytsak. Va nihoyat ko'kshim ostidagi Herobrine temasiga ham keldik. Minecraft alfa versiya tarqatilgandan so'ng forumdagi foydalanuvchi Herobrine ko'rganini aytdi. Men Minecraftga kirib bir qancha vaqt avval bir kishilik rejim yaratdim. Bla. Qarochi tak cho'zmasdan tushuntiraman. Men boshda sizlarga Minecraft 2011-yilda dunyo yuzini ko'rdi dedim. Lekin alfa versiya undan oldinroq chiqqan. What? Hacker, axir Minecraft 2011-yilda chiqarilgan deding-ku deysizlarmi? O'sha payt noto'g'ri ma'lumot berganman. Hamma gapimga ishonurasizlarmi? Birinchi qoida, hech qachon hech kimga ishonma. Barchasi hazilda, hamma gapim to'g'ri. Qarashtak Minecraft 2011-yilda yaratilgan demadim. 2011-yilda dunyo yuzini ko'rgan dedim. Undan oldin esa Minecraft ishlari olib borilayotgan edi. Shoshma, stop. O'zi nima uchun alfa versiyani gapiryapman? degan savol hozir miyamga kelib qoldi. Birinchi bo'lib Herobrine alfa versiyada ko'rinish bergan. Herobrine'ni ko'rgan birinchi o'yinchi Minecraftga bir kishilik rejimda kirib, daraxt chopayotgan vaqtda orqasidan kimdir yurib o'tganini eshitdi. U boshida sigir deb o'yladi. What? Meni o'ylashimcha mana bunday bo'lgan. Shu daraxt chopib olsak, sigir bo'lsa kerak. Chopamiz. Herobrine'ni ko'rgan odamning gaplariga o'tamiz. Men sigirning terisini shilishga bordim. Lekin o'z sigir emas edi. Menga ko'kshimlik bir odam qarab turardi. Shundan keyin forumda foydalanuvchi, ya'ni Herobrine'ni birinchi bo'lib ko'rgan odam uning rasm va zapallarini internetga joyladi. Ya'ni mana shu rasm Herobrine eng birinchi bo'lib ko'ringan alfa versiyadagi rasmi bo'ladi. Va hech qancha vaqt o'tmay bu rasmlar mashhurlikka erishadi. Ma'lumotlar uchun Prizmaringga rahmat. Kanallar opisiyaniyada bo'lmaydi, o'tishinglar shart emas. Videoga qaytsak. Va bu Herobrine'ni barcha o'yin yaratilayotgan payt qo'shishgan deb o'ylaydi. Lekin Notch buni tan olmaydi va buni hamma virus kabi ko'rib qoladi. Ya'ni Minecraft o'yiniga bu virus kabi qo'shilib qolgan.
Aytgancha, shu videomizga 5000 ta like bo'lsa, men Minecraftdagi boshqa sirli narsani tahlil qilaman. Va yana bir ma'lumotlarga qaraganda, Notchning akasi ham, ukasi ham bo'lmagan. Xuddi hozir mening buvam yoshligida o'lib qolganday gap bo'lyapti. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Shu videomiz tufayli sizlarga ozgincha kayfiyat ulashmoqchi bo'ldim. Videoyimga like bosing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr, oppoqlar.